Hoji Bayram tarixiy yerlar. Hoji Bayram Vali degan inson 14-15 asrlarda yashab o'tgan ekan. Shoir, mutasaffif degani qisqachasi bir qismi darvish ham deb qo'yar ekan. O'zini Allohga, ibodatga, islomiyatga atagan inson yashab o'tgan ekan. Yon tarafda qabri bor, u yerda insonlar duo qilishyapti. U tarafga o'tib videoga olganim yo'q, ya'ni ko'pchiligida. Hoji Bayramdan katta Qur'on kitobi oldim o'zimga. Bismillah. Qur'on o'qishdan oldin o'qiladigan duosi bor ekan. Oldingi eski kitoblarda yo'q edi. Bu tarjimasi, arabchasi boshlanishda. Mashallah. Juda chiroyli. Oxirida Allohning 99 ismi bor ekan. Mashallah. Ya'ni yangi chiqqan kitobda ancha o'zgarish bor ekan.